Assalomu alaykum do'stlar. Agar siz ham menga o'xshab bodringni yaxshi ko'rsangiz, bu salatni albatta tayyorlab ko'rishingiz kerak. Bugun sizlarga oddiygina bodringdan juda ham mazali salat tayyorlashni ko'rsataman. Birinchi bo'lib ishimizni bodringni 4 bo'lakka bo'lib, orasidagi urug' qismini kesib olib tashlaymiz va qolgan qismini videoda ko'rsatilgandek qilib yana 2 bo'lakka bo'lib chiqamiz. Bodringlarni kattaroq idishga solib, tuzga aralashtirib 1 soatga tindirib qo'yamiz. Salatimiz yanada xushxo'r bo'lib chiqish uchun yangi uzilgan sarimsoqni mayda, qalampirni esa parrak qilib to'g'rab olamiz. Salatimizga qo'shilgan mahsulotlarni to'liq grammajlarni izohlarda yozib qoldiraman. 1 soatdan so'ng bodringdan ajralib chiqqan suvni to'kib tashlab, undan quritilgan bulg'or qalampir, achchiq qalampir, sarimsoq hamda qizdirilgan o'simlik yog'ini solib yaxshilab aralashtiramiz. 1 choy qoshiq 70% уксус hamda to'g'ralgan kashinchni qo'shib 1 soatga muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Do'stlar, sizlarga maqtagan salatim ham tayyor. Shu o'rinda sizlarga kattakon rahmat deb qolaman. Videolarimni kuzatib, doim qo'llab-quvvatlab kelayotganingiz uchun. Bunaqa qo'llab-quvvatlash bizga qo'shimcha kuch va ilhom baxshiydi. Video yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikringizni kutib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rgan vaqtingizga rozi bo'linglar.